o'rtasini 200 beraman. 5 aka mana. Nima? Aka Telegramdan tashiganimni boya bo'ldi, holati zo'r ekan, o'sha narxga olib qolaman dedingiz. Ne hozir ko'rib turib 2 xil gapiryapsiz. Bu aka qarang. 8 da olsiz, undan o'tib bermaysizmi? Mayli, sizniki ham emas, meniki ham emas, o'rtasini 200 beraman. 5 aka mana. Nima? 200. 200? Zo'r narx aytdim. Aka bu X emas, bu 15. O'sha 15 aka, 17 chiqib ketadi. Azin ko'taring, salqin tushdi aka. Aka unaqa gapni ko'paytirmang, tilingizni aylantirmang demanga. Bir bitta ko'rsin mana, aka mana. Hop, hazil aka. Ja Nasringiz yoki ko'tarsangiz-chi, buni qarang. Yo'nkisi ham Nasringizga o'xshab tushib ketgan aka. Atak ideal ekan. Aka Nasrinani nima aloqasi bor telefonga? Soatni qarang. Hali tura olmasmi? Aka qarang, bo'ladigan nechi pul? Talashmayman, ayting mana. Insof bilan ayting faqat. 750 aka. O'zi yaxshi bola ekan. Realni boshim ortadi, 750 beraman. 750. 740. Mana 5. Baraka. Bo'l, faqat bitta sharti bor. Ustingizga kiyimni qitchiq ekan, lekin blatnoy olgan. Qayerdan oldingiz? Men ham olmoqchiman narxlari. Do'kondan birinchi rostdan olganman, aka 99 ming deb o'ynayapti. Mana do'kon siznikimi? O shimlachi, oyoq kiyimli. 99. Hammasi 99. Gap yo'q aka, mana hop pulni olib beraman, o'shab turing. Maylimi? Ochil.